yoshi 28 da bu ko'rib turgan 2 sotikli uylarda bir o'zi, ya'ni bolalari bilan yashar ekan, ota-enasi o'tib ketgan ekan. Qo'lida bor insonlarga tarqatib, iloji bo'lsa 1 so'mni, 2 so'mni, 100 so'mni em bankiga yo bo'lmasam o'zingizlar kelib, mana shu sharoitni ko'rib, pullarni berib ketsanglar bo'laveradi. Tushkunlikka tushmaylik. Har xil gaplarga quloq solavermaylik. Rizqing kafolatlangan. Yozilgan kuni keladi. Ixtiyorjon aka, sog'liqlaringiz yaxshimi? Bir narsaga qoyil qoldim-ku. Bu o'pxil degan narsaga men juda ko'p joylarda eshitganman, hattoki o'zim ham borib ko'rganman. Siz o'pxil ekansiz desa, haligi odamlar yotishib oladi-ku. Mana yoshingiz 28 da ekan, mana hozir men mana dokumentlaringizda, mana yozilgan spravkalarda men ko'rib turibman. Ku, mana qarang, mana monda ham ko'rinib turibdi mana. Boshda orqa tomonida mana o'pxil deyapti, mana chap qo'l tomoningizda mana o'pxili bor deyapti, shu tomirda deyapti-ku. Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar. Shu sizlardan bir iltimos qilib chiqdim. Bu iltimos qilib chiqishim men uchun juda qiyin bo'lyapti. Shu ikkita farzandim bor, ashlarda nimasiga ham harakat qilib yashab qolay degan umidda sizlardan yordam so'rab chiqdim akalar, opalar. Boshimda o'pxil degan rak kasalim bor. Shuni davolatgan Qozog'istonda xudo xolasa iloji bor ekan, shunga yordam so'rab chiqdim. Qo'linglardan kelsa 5 so'mmi, 10 so'mmi yordam qilinglar akalar, opalar. Bu gaplarni gapirish men uchun juda qiyin bo'lyapti, lekin ilojim yo'qligidan chiqdim. Ilojim yo'qligi uchun shu narsalarni mashakalarni ham iltimos qilib chaqirib, akalar mashina qilib bizga yordam qilaveringlar deb chaqirdim. Lekin sizda shu farzandlaringiz uchun, ikkita farzandingiz bor-a? Bir o'g'il, bir qiz, ayolingiz bor. Shular uchun yashayman deb harakat qilib yuribsiz. Ku Alloh shifo bersin. 13 ming dollar xudo xolasa Qozog'istonga borib davolanib kelishiga ketar ekan. Sizlardan iltimos, bu nima deydi? O'tgan safar chiqargan videomdagi bolaga 16 ming, 17 ming dollarni Xudoyimdan so'rab turuvdim. 3 kun ichida yig'ib beruvdilar. Farzandlari uchun akalar, bir-biringlarga shu videoni tarqatib beringlar. Akalar, Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. 0995 bilan 30 04 97. Jigarlar, shu videoni ko'pchilikka tarqatib beringlar. Iloji bo'lsa Rossiya, Koreya yoki boshqa davlatdagi aka-ukalarga ham yetkazib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Akalar,